Ramazan yazmaları 6. bab Rozaның күчі 3. bölüm Rahmet ve cennet ışıkları içiladi. Abu Hurayra Peygamberimizning bir sözünü naql qilib mundaq deydi. Ramazan kelganda rahmat ışıkları, yani bir rivayette cennet ışıkı deb ilingan, içilib dozaq ışıkı taqılıdı ve şeytanlar bağlandı. Buxari ve Muslim. Rasulullah bizga shundaq bir xabar yetkizdi ki, Allah'tan xabar bermegen her qandaq kishi ve her qandaq xabar manbasi bundaq xabar yetkizolmaydi. Bu xabar bizni bu dunyodagi qilmishlarimizni nazarga elib, oxirat kunimiz to'g'risida o'ylanishga. Bu dünya vaqt ve makon bilan oxiratdagi dunyo vaqt ve makon orasidagi bog'lanishga bo'lgan diqqat qilishimizga ishorat qiladi. Bu hadisning mazmunida farqlar bor. Bu farqlarning ichidan biri bo'lsa, rahmat ishki iborasining yana bir rivoyatda jannat ishki deb kelishi. Aldı bilan rahmat ishki rivoyatida to'xtalsak, bu savollar ko'nglimizdan o'tadi. Ramazandan boshqa vaqtda rahmat ishiklari taqoqmidi? Ramazan kelganda ichilamdi? Bu hadisni bu shaklda qanday tushunish va qanday baho berish kerak? Do'stlar, bu savolga mundaq javob berish mumkin. Allah'ның rahmatlarining faqat birli ishki yo'q, bir qancha ishki bor. Boshqa vaqtlardami bu rahmat ishklaridan ochiqlari bor bo'lishi mumkin. Bizning duolarimizga ichildiganlari bor bo'lishi mumkin. Bu yerda ikki masalani bir-biridan ayirish lozim. Ya'ni qulub silingan holda bo'lish va taqalgan bo'lish farqli ikki uqum. Allah'ның rahmat ishiklarining hech biriga qulub silingan emas. Faqat ishtirib ochqili bo'ladigan holda yepilgan holatda. Biz Allah'ның rahmat ishiklariga o'z tilaklarimiz bilan kelimiz. Bu Qur'onda tavba va istig'for deb elingan. Tövbe ve istig'for bilan Allah'ның rahmat ishikining oldiga kelib, ishikini ochmoqchi bo'lgan kishi samimiy bo'lsa, ishiklar ochilib, shu kishiga rahmat qilinadi. Ramazan mezgilida bo'lsa, bu ishiklar ochiq turdi. Ramazanda yaxshi ibodat amallarni qilib, roza tutgan odam bu ishiklardan kirib, Allah'ның rahmatlariga erishadi. Ramazanda rahmat ishiklarining har biriga boradigan ayrim yo'l bor. Vahiy boshlangan oy bo'lgan Ramazanda vahiy nurlari mu'minlarga chechilsa, bu nurning yordami bilan mu'minlar shu rahmat ishiklariga ulashadigan yo'lni ko'ra oladi. Bizga shu rahmat ishiklarining ochiq bo'lishi yetarlik emasmi ajiba? Buning uchun 4 narsaga ehtiyojimiz bor. Birinchi, kishi shu ochiq rahmat ishikiga tutishadigan yo'lni ko'rishi lozim. Ikkinchi, shu yo'lni besib, shu ishga yetib borgudak majoli bo'lishi lozim. Uchinchi, shu ishning ochiq ekanligini bilishi lozim. To'rtinchi, shu ishdan kiraligudak majoli, kuchi bo'lishi lozim. Amaliyotda insonga bu kuch-quvvatni bergan Ramazandir. Hadisning yana bir shaklida jannatning ishiklari ochiladi deb ilingan. Buni qanday tushunishimiz kerak? Biz bo'lsak, bu dunyoda yashayapmiz. Jannat oxiratda. Bundaq bo'lganda bir inson oxiratdagi dunyodan ochilgan bir eshikdan qanday kirishi mumkin? Biz texi o'lmagan tursak, bu eshikning ochiq bo'lishining bizga qanday amaliy foydasi va ma'nosi bor?
Peygamberimizдің saadeti bilan bu so'zlar deyilgan bo'lsa, buni bundaq bir qancha nuqtadan tushunish mumkin. Birinchi, Ramazonda jannat eshigidan kirdigini bizning solih amallarimizdir. Ramazonda iymoni kuchlangan mo'min odam ro'za tutganligi uchun o'zining orzu-xiyollardan belgilik bir muddat voz kechidi. Masalan, mo'l bir dasturxonga daxil bo'lg'isi bor. Ammo Allohning amriga bo'ysunish uchun imkoni bo'lsa-mu, shu dasturxonga qo'l uzatmagan bo'lsa, shu dasturxon jannatda shu kishini saqlaydi. Yigis bo'lsa-mu, yemagan shu olma, amut, bananlarning meva daraxtlari jannatda uning uchun tikiladi. Ya'ni Ramazondagi solih amallarimiz bizni jannat saqlab turdi. Bu yerda yana savol tug'iladi. Boshqa vaqtdagi solih amallarimiz jannatga kirmamdi? Bular orasidagi farqni boj uqumini naql qilib tushuntirish mumkin. Ramazondan boshqa vaqtda qilgan har amallarimizdan boj elinadi. Beriladigan mukofot qilgan shu amallarimizning hayotimiz bilan bo'lgan munosabatiga qarata qimmat ega bo'ladi. Faqat vahiylarning boshlangan iyi bo'lgan Ramazonda qilgan solih amallar alayda bir marhamat bilan boj ilinmay hisoblanadi. Ikki dunyo orasidagi shu ishikdan o'tganda Ramazon tamg'isi besilgan amallarga osonlik va imtiyoz beriladi. Ikkinchi, Ramazonda jannatning eshiklari ochiladiini ikkinchi xil shaklda mundaq tushunish mumkin. Ramazonda ochilgan jannat eshiklaridan Ramazonda ishtiyoq bilan ibodat qilgan mo'minlar jannatning purqini puriya oladi. Ularning qalbi bu jannat purqini his qiladi va qalbi Qur'onga ochiladi. İbadet amallar yük bo'lmay, aksicha ishtiyoqqa aylanadi va shu kishining jannatga kirishiga oson bo'ladi. Bu ishlar Qur'on ishki, savr ishki, infoq ishki, tafakkur ishki, zikr ishki, shukr ishki, qanoat ishki, chaqiriq ishki va shuningga o'xshagan ishlardir. Yuqoridagidek ibodat amallarni qilgan kishining qalbi ochilgan shu jannat eshiklaridan chiqqan lazzat tuyg'usi bilan to'ladi. Inson bu lazzatlik ta'mni his qilganida qilgan shu solih amal ibodatlari jafo kulfat bo'lib tuyulmaydi. Aksicha bir xil ne'mat bo'lib tuyuladi. Qalbidan shu ta'mning qimmatli ekanligini his qiladi va uningga intiladi. Bu tuyg'u bilan mast bo'ladi. Ramazon ketsimi bu tuyg'u, bu huzur yana shu peti bu kishining qalbida qoladi. Shu kishi xuddi jannatga kirgandek tuyg'uda bo'ladi. Alloh bizni shunday kishilardan bo'lishga nasib qilsin. Ramazon bizning qalbimizga jannat purqini puratsin.